Yaqinda bir ajoyib case bo'lib o'tdi. Bir bemor bizga murojaat qildi, yoshi katta erkak kishi. Shikoyatiga ko'ra, bemor to'satdan bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi, hushdan ketishga yaqin bo'lgan presinkopal holatgacha borishini aytib o'tadi. Bemorning yonidagilar esa bemorni hech qanday so'zga reaksiya bildirmasligini, qotib qolishini ta'kidlashadi. Tekshiruvlar natijasida otaxonning yuragida yurakning avval tez urib ketishi va tez urib ketishining to'xtashi bilan taxminan 6-7 sekund davomida yurakning to'xtab qolishi kuzatilayotgan edi. Bunday kasallik yosh katta insonlarda deyarli hech qanday yurak kasalligisiz ham uchrashi mumkin. Bunday holatni biz yurakning boshqacha qilib aytganda qo'shnoqchida qarshi deb aytamiz. Ya'ni yurakda impuls hosil qiluvchi generator qariydi va ba'zida 6-7 sekund davomida yoki 10 sekundgacha yurakdan impuls hosil qilmaydi. Butun dunyo bo'yicha bunday kasallikda yagona yechim bu yurakka elektrokardiostimulyator implantatsiya qilish hisoblanadi. Biz ham shu otaxonga elektrokardiostimulyator implantatsiyasini amalga oshirdik. Bemor mana shu amaliyotdan so'ng 2 kundan so'ng uyga javob berildi. Bemorni biz kuzatuvimiz davomida shikoyatlarini so'raganimizda mana shunday holat qayta kuzatilmaganligini ta'kidladi. Chunki aynan yurak generatori to'xtagan vaqtda biz yordamchi sifatida qo'ygan kardiostimulyatorimiz yurakni impulslar orqali urdirib turadi va bemor hech qanday shikoyatni boshqa sezmaydi.